Men Boyqabilov Latibjon Azimovich suv xo'jalik nazorat suv inspeksiyasining Samarqand viloyat boshqarmasi bosh mutaxassisi bo'lib ishlayman. Viloyatda suvdan noqonuniy foydalanish holatlari, suvni zovurga tashlab qo'yish, kullatib sug'orish kabi holatlar uchrab turibdi-da. Shunga qarshi nimalar choralar ko'rilyapti? Inspeksiyaning Samarqand viloyat boshqarmasi tomonidan mana shu bugungi kungacha 48 ta nazorat tadbirlari o'tkazildi. 58 ta holat aniqlanib, ularga tegishlicha choralar ko'rildi. Misol uchun Kattaqo'rg'on tumanidagi Jamshid Abdulloh, Azimshir Quyoshli dalasi, Melixo'ja kabi fermer xo'jaliklarini paxta maydonlarini kullatib sug'organligi uchun ma'muriy bayonnomalar tuzilib, hujjatlari rasmiylashtirildi va sudlarga yuborildi. Shuningdek, Bulung'ur tumanidagi Bahromjon Baxtiyorovich Biznes Stroy kabi MCJlarga noqonuniy suvdan foydalanganlik uchun ma'muriy bayonnomalar tuzilib, ular ham sudlarga yuborildi. Nazorat tadbirlari davom ettirilmoqda. Maqsadimiz suvdan to'g'ri foydalanish, erishish va noqonuniy holatlarga barham berishdir.